Assalomu alaykum hammaga. Men Toshkent shahar Bektemir tumanidan Musaffo mahallasidan hozir murojaat qilyapman. Iltimos qilaman, agar qo'lingizdan kelsa maksimal shu videolarni tarqatinglar. Mayli yuqoriga yetib bormasa ham, lekin menga o'xshagan ayollarga yetib borsin. Menga o'xshaganlarga. Ifon ishiga mas'uliyatsiz mahalla yettilarga ham yetib borsin. Ishiga mas'uliyatsiz o'tiradi, kechgacha kompyuter o'ynab, bularga ham yetib borishini iltimos qilaman. Men turmush o'rtog'im qamalganiga 1 yil bo'ldi. 1 yildan beri mahalla yettiligi biror marta xabar olmadi. Biror marta nima bo'lyapsan? 2 yosh bolang bor. Kichkina hali nima qilyapsan? Keyin mana bunaqa qil, biza yordam beraylik degan narsa bo'lmadi. Mayli, men ularning qo'liga qarab qolmayman. Alloh meni o'zimni oyoq qo'limni but qilsa, hammasi yaxshi bo'ladi, Xudo xolisa. Lekin bizaga mahalla yettiligini nima keragi bor? Menga savol qiziqda. Men mahallaga yordam so'rab chiqsam, men kam ta'minlangan oilada turmas ekanman. Sen kam ta'minlangan ro'yxatda turmaysan, deyapti. Kimlar turadi kam ta'minlangan ro'yxatda? Uyda ikkita uchta mashinasi borlarmi? Yoki qaynotasi boqib o'tirganlarmi? Yoki bolalari katta bo'lib qolgan, o'zini o'zi eplaydiganlarmi? Kimlar turadi mahallada? Uyini dang'illatib qo'yib. Siz keldingizmi? Siz meni sharoitimni bilasizmi? Kam ta'minlangan ro'yxatda turamanmi, turmaymanmi? Men 2 yosh bolam bor. Turmush o'rtog'im qamalganiga 1 yil bo'lgan bo'lsa, 1 yildan beri bolalarimni ustidan qulflab ketib tirikchilik qilyapman. Lekin bir marta bolalaringni mana bitta bog'chasiga yordam beringlar, xatyap deb kelishmadi. Bolalarim bog'chasiga yordam beringlar, mayli menga mahalladan yordam kerak emas deb chiqqan joyimda ham sen kam ta'minlangan ro'yxatda turmaysan. Senga qachonki bola puli chiqsa, keyin bolalaring bog'chasi to'g'ri bo'ladi. Ishondim. Men bola puli chiqishi uchun kamida 6 oy, 3 oy ishlagan bo'lishim kerak ekan. Men 6 oy, 3 oy ishlashim uchun bolalarimni bog'chaga berishim kerak. Bolalarimni bog'chaga berishim uchun sizlar haqi berishinglar kerakmi? Yoki cho'ntagim baquvvat bo'lishi kerak. Lekin mening cho'ntagim baquvvat emas. Kimdir yordam berish kerakmi? Yo tomosha qilib turish kerakmi? Sizlarga o'xshab. Qanaqa qilay hozir sizlar menga maslahat beringlar. Bittasi 5,5, bittasi 3,5 yosh. Ikkalasi ham bog'chaga bormaydi. Ustidan qulflab ketyapman bolalarimni. Yordam beringlar desam, kam ta'minlangan ro'yxatda turmaysan. Nima qilsam kam ta'minlangan ro'yxatda turaman? Erimni oldiga borib o'tirsam kam ta'minlangan ro'yxatda turadimi meni bolalarim? Keyin meni bolalarimga yordam berasizlar. Nima qilsam turaman? Oldinglarga chiqsa qiyshayib teskari qarab o'tirishni bilasizlar. Men bilmayman, bunga bor, palonchiga bor, menga bor, xolingga bor, tog'ingga bor qilishni bilasizlar. Yaxshi ham sizlarning qo'lingizga tegib qolgan mas'uliyat. Qo'lingizga tekkanu mas'uliyatlikni his qilmaysizlar. His qilmaysizlar. Kimga boraylik? Kimga uchraylik biz? Menga o'xshagan qiynalganlar kimga uchrasin? Qayerdan yordam so'rasin? Bir nima deb chiqadigan bo'lsang, o'tbotga yozadigan bo'lsang, terpila, yozuvchi deyishni bilasizlar. Internetda nimadir chiqadigan bo'lsang, eshiging tagiga 28 tasi keladi. Nima deb chiqding deb. Kim yordam beradi? Realni hozir meni ahvolimni ko'rsanglar, yig'lab orasizlar. Lekin men kam ta'minlangan ro'yxatda turmayman. Ro'yxatini ham pishirib boshida qolsin, pishirib yeyishsin ro'yxatini ham. Hatto bolalarimga yordam qilsin. Hech bo'lmasam bog'chasiga yordam qilsin. Bog'chasini tekin ham qilib berma, pulli qilib ber, to'g'irlab ber. Bir umr kelmadi bolalarim bog'chalar. Bir umr. Mana 6,5 yosh bo'layotgan bo'lsa, hadimi 7ga kiradi, lekin o'chirib kelmadi. Dasturga kiryapti, o'chirib kelmadi. Kelmaydi ham. Nimaga kelmayotganini ham juda yaxshi bilamiz. Kelmaydi ham. Bizga o'xshaganlar qo'llab-quvvatlaydiganlar yo'q. Tepkilab o'tib ketadiganlar bor, qo'llab-quvvatlaydiganlar yo'q.
Tushunmayman. Qayerga borsam kam ta'minlangan qilib berib, hech bo'lmasam bolalarim bog'chasini to'g'irlab berar ekan. Qayerga chiqsam ekan?